bekerga o'rganib oqila. Juzum qiyishtirishda. Mana ko'k navda qiyishtirishda hozir o'rganamiz. Hurmatli jamoat, tak buni usturog'idan qiyishtirsa-da bo'ladi, biz ustidan emas, ostidan qiyishtiramiz. Qaraqlar. Qanday qilib kesib tashlaymiz? Mana kesib, bu yog'ini olib tashlaymiz, mana. Kesib olib tashlagandan keyin mana jalpiroqda ostidagi buchurlarni olib tashlaymiz. Manday mana jalpiroqni olib tashlaymiz. Mana buchurni olib tashlaymiz, faqat jalpirog'i turib tursin. Jalpirog'i turib tursin. Mana shoxdan bir novdani olamiz. Manda kesib olamiz, jalpirog'ini olib tashlaymiz. Jalpirog'ini olib tashlab, buni bunday qilib uchlaymiz. İkki jag'ini olib, uchli qildik. Mana shoxda manda kesamiz, qaranglar. Ostidagisi qalin bo'lsa, buni sog'andan keyin manda bir jag'ini tuzlaymiz. Mana menen turlab qo'yamiz-da bir jag'ini. Xoling oyog'ini, xolag'ila bu jag'ini. Biz mana jag'ini manda tuzlab, обычный plyonkadan manda qirib olamiz. 1 sm, 1,5 sm yaxshilab qattiq qilib o'raymiz. Manda jopqanda mana buchur ochiq qolish kerak. Chunki buchur o'sganda plyonka mishat etmish kerak. Shunday qilib baylab qo'yamiz. Yana bitta olma jippa plyonka olib, mana jalpiroq, mana ostidagi jalpiroqda iloji bo'lsa, manda kundan to'sib, imенно shu jalpiroqda manda to'sib qo'yamiz. Hozir kun o'ta issiq. Tak. Bunday qilib baylab qo'yamiz. 10-15 kunda bir qarab qo'yamiz. Mayerlardan jalpiroqlar chiqadi, ularni olib tashlab turamiz. Bo'ldi 10-15 kundan keyin o'sishni boshlasa, mana ochib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ishlaringizga ig'lik, cho'ntaklaringizga Alloh baraka bersin. Video yoqqan bo'lsa, like dan bosasiz, podpiska etmaganda podpisatsiya etib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.